qiziqarli savollar kutib turibdi. Savollarning nechtasiga to'g'ri javob berganingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Va men birinchi savolni o'qib eshittirishni boshladim. Anna plyajda to'planib yotganda kimdir uning sumkasini o'g'irladi va u plyajdagilardan politsiyaga qo'ng'iroq qilishini so'radi. Politsiya xodimi yetib keldi va bu qanday ro'y berganini so'radi. Men quyoshda to'planib yotgandim. Ozgina ko'zimni yumib yotdim va ko'zimni ochishim bilan qarasam sumkam yo'q edi. Lekin qumda hech qanaqa oyoq izi ham yo'q. Xuddi hech kim kelmagandek. Shundan so'ng politsiya xodimi gumonlanuvchilardan so'radi. Safiya dam olishga kelganini va hech nima ko'rmaganini aytdi. Baliqchi esa ancha vaqt baliq tutib turganini va sumkani ko'rmaganini aytdi. German esa o'g'li bilan qumli qasr qurgani va hech nima ko'rmaganini aytdi. Nima deb o'ylaysiz? Kim sumkani o'g'irlagan? Agar siz baliqchi deb o'ylagan bo'lsangiz, unda 100% haqsiz. Sababi faqatgina u uzoqdan qarmog'i yordamida sumkani o'g'irlashi mumkin. Ko'chada sovuq qish, otasi uyda sevimli ko'rsatuvini ko'ryapti. Shu vaqtda chiroq o'chdi. U esa nimaga o'chganini tekshirish uchun ko'chaga chiqdi. Shunda kimdir ataylab elektr simini uzganini ko'rdi. Bir necha daqiqada simni uladi va uyga kirdi. Uyga kirgach qizi Sarani o'lganini ko'rdi. Va tezda uydagi hammani oldiga chaqirdi va u ko'chada vaqtda kim nima ish qilganini so'radi. Jorj qorong'ulikdan qo'rqib ko'rpani ichiga kirib yotganini va hech nima ko'rmaganini aytdi. Alina esa fonarni qidirgani va uni topganda esa chiroq yonganini aytdi. Pyotr esa xonasida kompyuter o'ynaganini aytdi. Ota esa birdaniga bu ishni kim qilganini topdi. Siz esa topa olasizmi? Javobini topdingizmi? Unda kommentariyada fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Biz albatta buni tekshirib ko'ramiz. Albatta qotillikni Pyotr qilgan. Elektr simini uzib opasini o'ldirgan. Otasi esa buni darhol sezgan. Sababi chiroq o'chganligi uchun u kompyuter o'ynay olmaydi. Xo'sh, endi diqqatingizni sinab ko'ramiz. Ekrandagi emojilarga qarang va ikkita bir xil emojini toping. Mana bu emojilar bir xil. Qani yana sinab ko'ramiz. Bu safar esa bu ikkala emoji bir xil edi. Umid qilamiz siz ham topdingiz. Mana yana ikkita bir xil emoji. Albatta bu oson emas edi. Bulardan hech bo'lmasa bittasini topgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib qo'ying va biz keyingi savolga o'tamiz. Mahbus qamoqxonadan qochib chiqdi va mashinada shaharga qochib ketdi. Politsiya xodimlari esa kuchli yomg'ir sabab uni tuta olishmadi. Mahbus avtoturargohda yashirindi. Politsiya avtoturargohga kelganida 3 ta bir xil mashinani ko'rishdi. Politsiya xodimlariga bu mashinalardan qaysi birida mahbus qochganini topish uchun yordam bering. Albatta mahbus qochgan mashina bu birinchisidagi. Sababi faqatgina ushbu mashina hozir kelgan. Qolgan ikkala mashinaning tagidagi asfalt esa quruq. Ronald politsiyaga qo'ng'iroq qilib shikoyati borligi uchun uning oldiga kelishini so'radi. Ofitser Santiago Ronald oldiga keldi va nima bo'lganini so'radi. Qo'shnim daraxtni mashinam ustiga yiqitibdi. Mashinamni to'g'rilatish uchun ko'p pul to'lab berishini talab qilaman dedi. Shu gaplarni eshitgan ofitser esa Ronaldning qo'shnisidan nima bo'lganini so'radi. Men hech nimani bilmayman. Ronald ertalab keldi va uning mashinasi ustiga daraxtni yiqitganimni aytdi. Men bunday qilmadim. Men tuni bilan uxladim. Daraxtni o'zi yiqilgan. Shundan keyin ofitser jinoyat joyini tekshirdi va buni kim qilganini bildi. Mana mashinaning ishida araba. Men tutunmayman. Ko'rinib turibdi, Ronald mashinasi arra turibdi. Bu esa u daraxtni mashinasini ustiga yiqitib, qo'shnisidan remont uchun pul undirmoqchi bo'lganini bildiradi.
Hozir ekranda 3 ta rasm ko'rinadi. Ulardan faqat bittasida bittagina farq bor. O'sha farqni toping. Bu yigitning kiyimida dog' bor ekan. Bu skafandrdagi tugmalar rangi qolganlarnikidan boshqacharoq ekan. Bu yerda do'stlarni tavaman. Mana bu rasmdagi farq. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu rasmdagi farqni ko'rdingizmi? Unda kommentariyada javobni yozib qoldiring. Ikki do'st o'rmonga aylanish uchun kelishgandi va u yerda yopiq sumka va o'lgan insonni ko'rishdi va politsiyaga qo'ng'iroq qilishdi. Ammo o'zquvallar qotilni topisha olishmadi va marhumning sumkasini ko'rib bu qotillik emas, tasodifan vafot etganini aytishdi. Xo'sh, ular sumkani ko'rib nega bunday deyishdi? Albatta yopiq sumka bu ochilmay qolgan parashyut. Bechoraga sakraganda parashyut ochilmay qolgan. Ekrandagi logotiplarga qarang. Ulardan qaysidir bir noto'g'ri ko'rsatilgan. Qani aytingchi, qaysi biri? Microsoft logosidan E'tibor bering, Microsoft kompaniyasidagi logotip ranglari o'zgarib qolgan. Keyingisi esa ozgina murakkabroq. Red Bull logotipi bunday emas. Mana haqiqiy logotip. NASA logotipi esa mana bunday bo'lishi kerak edi. Xo'sh, savollarimizning nechtasiga to'g'ri javob berdingiz? Video boshida aytib o'tganimizdek kommentariyada yozib qoldiring. Va agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va keyingi savollarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Hozirgi video shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.